Apan qana? Yo'q. Bana kirib uy xetini yapacak. Uy xetini? Nim qilsa? Abidanın qarzini to'lamagicha ajrashamaydigan o'xshayman. Şunu bu qoronni sotaman. Sana deb qo'yay, bu so'zlaring bilan opamni oldiyanliging bilan meni oldiyamaysan. Bu qoronni setib olsang, biz nima turamiz? Nima ish qilamiz? Sizlarga sirtdan uy ijara etmasam bo'lmadimi? Quruq gap. Hammasi yolg'on. Hey, bana kirib uy xetini yapacak. Bilmayman, nima qila olaydim? Yeli baka boynunu üzüp etme yine. Nima qilsam qil. Sana uy xetini hargiz bilmayman. Bana xetni yapacak. Uy xetini elish ham xayoling. Uy xetini beremse yok, ha? Uy xetini sana hargiz bilmayman. Vermemse? Bilmayman. Öte bu yaka. Nerdir? Nerdir? Öte bu yaka. Almığınımdaki. Nerdir? Ha? Bilmayman. Uy xetini bilmayman. Bu yak öt. Yo'q. Bu yak öt deme. Yo'q. Nerdir? Bu yak öt. Ura, meni urib o'ldirma. Sen bechora opamni xo'rlading. Uni oyoq osti qilding. Qo'riqdek bechoralar tushirib qo'yding. Qani sendagi odillik yurak? Qani sendagi odillik g'urur? Sen bizga ish chiqartmoqdingmi? Men fikrlarim bilan haqlarga talmirib qarayman. Bu nima uchun? Yo'qol. Darhol yo'qol. Yo'qol! Sendek dadam yo'q. Dadam? Kaçandan beri ben senin dadan? Kaçandan beri sen benim kızım bop kaldın? Ha? Eğer uy xetini ep çıkmasan, mana bunun bilen seni el cemaat aldı da, mektepteki savaktaşların aldı da, yüz götürüp yürgüsüz kılıp bitime. Anisa, bu yerda o'ltirsiz o. Yuring, uyga kiraylik. Turing. O'ltiring. Uyga kirmay nimishqa eshik tuyada o'ltirsiz? Bu xatni sizga kim berdi? U o'zi berdi. U menga. Agar uy
xetini beğenmezsen bu resvaçılıkını xalq alem aldıda yeyip yürgüsüz kılıvidimen deydi. Bu xatga ishonmang. Bu Qosimning hilisi. U uy xetini ilish uchun mushunda qilgan. Əmisi apam nima uchun sotda o'z qo'li bilan iqrornoma yozdi? Xudo, apam shundoq buzuq ayolmidi? Rasli mening dadam yo'qmidi? Ular mening tupaylimdan ajrashibdi-kanda. Avanisa, siz bilan apangizga otilgan bu tuhmatdan meningmi xabarim bor? Sizningmi xabaringiz bormi? Shundoq. Qosim razil tuhmatdan birini o'ydirmasa, u ajrashamaydi. Ajrashgan taqdirdimi ko'p iqtisodiy ziyonga uchraydi. Lekin Sadda apangiz arznamini ko'maytiribla iqrornoma yozgan. İşenmeymen. Herkes işenmeymen. Şundaq mı akılga sığmaydigan iş bolamdı. Herkes işenmeymen. İnson hayotida har xil xatoliklarni sodir qiladi. Lekin uning o'rni, sababi bo'ladi. Ammo kishi o'zini axlab bo'lmaydigan, tushundirib ketolmaydigan xatoliklarga duch keladi. Apangiz Gulsum 20 yil ilgari ana shunda xatolikqa duch kelgan. Aramdan bo'lgan, otisiz tug'ilgan degan bu la'nat ohanatni qandaqmi tugatkani bo'ldi? Dada, men qaytib keldim. Havo acha. Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Havo acha. Kızım, Taşpolat'ını tapa aldınız mı? Şigirmi gün oldu. Nergimi ketkendi? İki haftadan beri izdavatsız. Hiç kandak derigi olmasa. Bugün nereye badınız kızım? Hemmiyege. Ya olmasa, kavapçılağı yalanıp işlep, azırak pul tepi ağandın keyin, mektubiga qaytib ketdimi ya? Uqmadım. Atilatdan mektubiga berip, enig'roq qutib kelsiniz bo'pti-kan. Savoqdoshlari yoki og'inlari bilishi mumkin qizim. Sabitcan efendi. Bir ishingiz bormi Gulsumada? Ish qilmagan o'xshaysiz. Men sizni hayal qilmay. Uyga kirib paranglashaylik. Bo'ldi, ishdan qolma. Mundaq ish edi. Havanisa kundan kuniga yadab chiroylari sarg'ayib ketyotdi. Bir chekitga tikilgancha uzun o'tirib ketdi. Ortiqcha gap qilmaydi. O'zini tashlab-etdi. Mening chiroyimga qaramasli bo'ldi. To'g'ri. Cho'pchongli bir qizning o'y xiyollari, arzu armonlari, ko'ngil istaklari bo'lmay qolamdi. Ehtimal mening eski tuskilarni setib yurganimdan do'stlar oldida xijil bo'larmikin deb o'ylayman. Biroq yana ansiraydiganim u taq-tuq so'zlaydigan, o'zchil kulib ketadigan, nimalarnidir deb pichirlaydigan bo'lib qoldi. Gulsumada eliq tuhmat arznoma xati havoning qo'lda ekanligidan xabaringiz bormi? Yo'q, u qanday qilib havoning qo'liga tushib qoldi? Hafta ilgari havo u xatni ko'tirib kiribdi ekan. U munofiq nemanchi qora ko'ngil bo'lib ketgan. Yer xetini elish uchun mushundaqmi ish plastik qilgan bormi? Gulsumada havo bu ishni demagan ekan, sizmi so'ramang bo'lamdi? Ma'qul. Qaysi yuzim bilan so'rayman.
O paskın xatni. Ansirman Gulsumada. Men fursat chiqarib havo bilan so'zlashib baqay. Rahmat. Sizni avar qiladigan Hech bo'ldim. yo'q. Xo'sh emasa. Xo'sh. Ist. Gulsumxonada. Siz nimandaq nodon? Havanisa hozir hashamatli turmushni o'ylamaydi. Ig'ir turmush sandallarida ezilayotgan fikrlari. Bitmas tuymas ansiz yillar ilkida kun sayin chochlari oqirib, yuzlarini qo'rib eglayotgan opisi. Uni o'ylayotgani mushu. Havanisani asabiylik, savdoyilik, majnunlik girdog'iga ittirayotganlar yanada mushu g'aybat shikoyat, fitna fasod, tuhmat ig'volarni qilmasa yashamaydigan razil odamlar. Ey, qaranglar, yili qaramliq ketdi. Ey, balla qaranglar, yili Toshpo'latning haramdan bo'lgan ajiz ketdi. Fikrlarim Toshpo'latni ko'rdinglarmi? Ey, balla, Toshpo'latni ko'rdinglarmi? Haramdan bo'lgan ajiz izlab ketdi. Acha, ular ashundoq ketsiz balla. Toshning sinf mudiri ishxonat qilgan. Voy, qarang. Özüm çıktı. Rahmat. Yaxshimisiz? Siz Toshpo'lat Qosimning ochisi deyman. O'tganda bir kelgan edingiz esimda. Muallim, inim Toshning maktabga kelmagining 3 hafta bo'lib qolgan. Necha kunning oldida pichoq ko'tarib maktabga kelib, ish terib qo'yg'il tas qoldi. nemish qandi? Ochamni haqoratlaganlarni o'ltirman debchi. Maktab tashkili uningga ogohlantirish jazosi bergan edi. U yana yo'qolib ketdi. Yanada baqa. Adamning oromda bo'lgan orom qanda baqa. Seni bo'g'izlatmaydigan bo'lsam. Ey, qo'yning bolasi, 6-7 kundan beri bizni o'yini marab cho'gilib ketamaysan. Haramdan bo'lgan ochangni mara demay nima deyman? Obidxon Satang degan opangni marayman. Uqdingmi? Mana biza. Bo'ldi qilalar-chu. Toshpo'lat. Toshpo'lat. Unda qilma, fikr. Bizni qo'roq ko'z olayotgan opangning bir qush qinin ichman deb marayman. Bilmatamsan. Qani kira. Seni boldiroq jahannamga yo'qdan. Kimsan? Qani kira. Meni qo'yib etish. Toshpo'lat. Meni qo'yib. Qarsa kichiklan bolgan. Araq chog'ashmandi bor. Toshpo'lat fikr. Gap bog'la. Qanday gap bo'lsa uyga berib deyishayli. Ulam fikr. Nevtor.
Canım Fıkan, Taşpolat. Gep anla. Nerede? Sen beni açam emez. Sen beni resme kıldın. Vallahi aldı yüzüm pok oldu. Sen asli haramdın boğan paskıda. Gözümde yukarı. Nim bu? Eken! Nim kılıvat sen! Harak bu. Bu nimi kığının Taşpolat. Çiçkini turum. Harak işkidek buldun mu? Bu degen bağı, kaygı elemni, dert esretni unutuldurduğun doğru. Bu ne? Sen bilemsen ha? Zehirli zehirle kaytıraş degeni bilemsen. Canım Fıkan, öyge giteyli. 10 dakika mı? Opam senden bek ensirep gidiyordu. Öyge giteyli Fıkan. Öy gidin ama. Öy gidime gölge degen gölge. O degen gör. Ağzı uçuk gör bilemsen. O apam emez. O haramdın balı tukkan resva hotun. Bundak değişki kandaktı lan bana. Opamla hakaret değişki demek kaba. Ure. Ursan yenikler kaldık hemen aça. Ure. Urmam sen. Yak Fıkan. Canım Fıkan. Ure aça. Dayak servisinin bozu mu? Şimdiki dert esretlerini bir demlik ki untay. Taşpolat canım Fıkan ne görsen kayıt gel Fıkan. Canım Fıkan. Ne gibi attım? Yürügümdeki yargı melhem boğudek. Cigerdeki zerdapla teskin tapkıdek hoşalık izlep yürgünümge yer tüküm boldu. Men aşk hoşallıkını tapmak için men işçiye gibi amay men. Nerede? Yakın keme yok al. Taşpolat. Taşpolat. Diyenden beri bir çaynam lokma kömüge bağrımını horluk hasretleri köydürüp örtüverdi. Taşpolat! Kaç gel! Senin kocan değil. Benim kocam karango. Benim kocam karango. Benim kocam karango. Benim nereye ketkenligimdi. Hem de hiç kim bilmeydi. Hiç kim bilmeydi. Hiç kim bilmeydi. Ben aramlım, ben aramdım bana, ben aramlım.
Yer dur. Beni tutma. Canım balam, taraf ketipsiz. Yer dur. Eydi. Ben haramdan boğanma. O üsekletlerini kimden anladınız canım balam? Ösek ya. Nimesi ösek ya? Eydi. Ben rastlı haramdan boğanma. Ondan emes canım. Rastlı haramlıkma. Ondan emes bu bir töhmet kızım. Töhmet. Yer dur. Töhmet olsa ben sana göz koyayım. Bana bunun hanime derse. Ha? Bana Kasım'ın ekepedi. Kasım'ın ekepedi. Canım balam. Canım kızım. Bu menin ahlaklığımdan, kalvanlığımdan boğan canım kızım. Onda kıma. Yalanlarımdan boğulama. Ha? Yalanlarımdan. Kıravnaman gel. Bana bu yege. Konu işla isimgi kelse. Yemleyip boğu yutkandek bolumen. Konumdaki bu karı dağını evde unutayamay kendim de yedirsen kon. Ha? Bu konu işledi. Ne mi yap? İşte. Canım balam. Bazı geplerini sizge deyiş epsiz. Çünkü ben sizden abbanız. Uqdunuz mu? Abba, sen mahbub oldun mu? Sen mahbub oldun mu? Sen mahbub mu? Ben endi düşendim. Kasım'ınla her kadın aşık konu işlerini oylasam yürek bağırım tırınıp gönlüm yeri buludu diyini şu kende İkte Kasım'ın diyini rasma yapkımayacak o Bilemse senin kasaptındın İnim taş bana sırtladı sergerden bak yürüydü Ben mi şu Ben haramlıkma Ben haramlım boğanma Canım kızım. Hemmeyi sen seversin Ondak deme. Beni izleyici olma Seni gözüm kemasa Canım kızım. Oğlunuzun turup. Niye dur? Seni en kömek olmazsa özümle öldürürüm ben. Havanıza. Kızım. Kal yetmeydiğin sahal verilmez. Hava acı. Hava acı. Yok. Dert elem kuchug'i og'an yo'qsul uyda. Oq ko'ngil betalay ayol
Gülsüm konu yutgan ichida uxlayotgan kichik qizning beshini silab unsiz yosh to'kmoqda. Avanisa, Avanisa, turma. Sabit efendi. Çıkıp yürüyorsunuz. Sizga deydigan gapim bor. Avanisa, yağmur kiyimleringizni hul qilib yutibdi. Ayolimning kiyimini ip beray, almashtirib oling. Keyinim bilenmi? Her bir ayolumuzun o'rnini basamayman. Sut iching. Avanisa, o'pkangizga sovuq tegib qoladi. Almashtirib oling, olib chiqib beray, ha? Keragi yo'q. Uni saqlang. İkimiz tang saqlaylik. Sobitjon aka. Meni emringizga eling. Men sizga vafodor ayol bo'lay. Abadil abad sodiq hamroyingiz bo'lay. Men qarang Sobitjon aka, men chiroyli emasman. Men yiqimliq, xushxuy emasman. Bunday qilmasanglar. Yo'q, so'zimga quloq soling Sobitjon aka. Haridagi baribir ona kerak bu. U meni bekli yaxshi ko'rdi. Men sizni bir umr kutay. Bunday qilma Avanisa. Bag'rimga bosay, o'tinib qolay. Sobitjon aka. Meni emringizga eling. Haridagi baribir ona kerak bu. Avanisa singlim. Men ko'nglingizni tushunaman. Odamning beshiga kun tushganda qaymoqib qoladi. Biroq Sobitjon aka, meni qimmat qanotlaringiz ostiga eling. Men bu ishni 23 yoshga kirdim-ku. Avanisa, siz bir ishni o'yladingizmi? Agar shunday qilsam, mening bu chaqqa chiqqan hamma ishlarim g'arazlik, maqsadlik bo'lib qolmamdi. O chaqda boshqalar nima deb o'ylasha? Qanday pishni ig'volani to'qisha? Siz bu taraflarni o'ylab baqdingizmi? Qag'in yemaydi. Haq nima
Men undaq o'ylamayman da. Sizning yuzingiz mahallada to'kilsa, mening yuzim butun jamiyatda to'kildi. Otaqmi? Muhabbatning dushmani ekan. Ist. Avanisa, undaq qilmang. O'rningizdan turing. Safada o'tiring. Eng muhimi, yosh farqimiz. Men bo'lsam 40 ulishib qolgan odamman. Siz tehi yosh. Baxtingiz, istiqbolingiz oldingizda. Men sizning bir asringizni ko'rgan. Onunda muhabbat muqaddas ulug' demakdir. Uning vatani yurti bo'lmaydi. Millat yaş ayırmaydı degan bir cümle söz var. Siz bunu qanday tushuntirsiz, Sabitjon aka? Qanday tushuntirsiz? Ayting, Sabitjon aka. Odam o'ng'ilsizlik uchirganda kayfi nihoyat turaqsiz bo'lib qoladi. Bundaq chaqlarda hamma narsa go'yo jilva qilib yo'qolgandek turaqsiz yulduzlardek ko'rinadi. Xushallik qayg'u bilan, baxtsizlik bilan, umidsizlik bilan almishib turdi. Bundaq vaqtlarda odam tushkun ruhning zarbasiga bardoshlik berolmay, o'zining taqdiri bilan o'ynashidir. Sizning hozirgi kayfiyatingiz naqani ashundaq. Men taqdiri bilan o'ynashmadim, Sabitjon aka. Bilamsiz? Hozir mening qalbim eng chorasiz qalandaning yonchug'ida qop-quruq. Sabitjon aka, men qaboatlik tush ilkida yashayapman. Men odamlardan bezarman. Hatto meni beqib cho'nqigan dadam Qosim bo'lsin, menga oq sut bergan opam bo'lsin, hammasi hayvonlar. Bu so'zingiz chakdan ishib ketdi. Opangizga ichingiz og'irsin. Aslida oq ko'ngil, vijdonliq, sodda ayol. Ularning ajri uchun bo'lsa-mu, hurmat qilishingiz kerak. Kechiring. Mening kimga qanchalik tayyorda hurmat qilishimni hech kim belgilab beramaydi. Chunki hurmat o'zimga xos mulk. U boshqalarning mendagi omonat emas. Avanisa, men sizni uyingizga olib qo'yay. Ahatla turing. Kun tutilgandek ko'zlarim qorong'ilashib ketyapti. Menga hech bir chiqish yo'li yo'qmi? Bir umidim qalbimda zuhal yulduzdek chaqnab turgan odamim qo'g'layotdi. Endi o'z uyimga berishim kerakmi? Yo'q. Hammasi senga berishim kerak. Bu jadonliq kechida nima panoh joy topaman? Kim halimni ichimdan so'rar?
Avanisa. Charchab ketdingiz. Men sizni uyingizga achib qo'yay. Kim boradi? Gülsüm acha, xotirjam bo'ling. Havoni cho'qim topamiz. Saqchilarga ma'lum qildik. Bozor rastlarni izladik. Hatto gumon bilan suv omborlarigacha bordik. Tepilmadi. Endi boshqa nahiya viloyatlarga berib surishtirib baqsaq deyman. Eng yaxshisi radio, televizor, gazetlarda e'lon bersak. Sabit efendi. Ademge bala qaza kelsa qo'shlab kelamdi. Toshpo'latni qo'lg'ib ketibdi. Ha? Qachon? O'lish kun. O Qosim bilan Obida degan xotinni o'ldirish uchun haftadan beri ma'rab yuribdi ekan. Yomg'ir yoqqan kuni ular taksidan tushib poyliq kirgan aman qo'l sapdi. U ishkisi o'libdimi? Yo'q. Ishkilisi eg'ir yorilinibdi. Agar soqchilar shu hamon tutmagan bo'lsa, eg'ir oqibat kelib chiqadi ekan. Nima? Soqchilar u yerda tayyor turibdi-mi? Buni bilmadim. Ajab sirli ish bu. Siz kimdan uqdingiz? Mayli oila komiteti uqtirdi. Soqchixonaga berib, amaliy ahvolni uqib kelaylik. Men chopon kiyib olay. Obida bilan Qosimning yarisi ancha eg'ir emas. Lekin bu qasdlash jinoyati bo'lg'ashqa o'g'lingizga chora ko'rilish muqarrar. Sud ichilgicha advokat topsaq bo'ladimi? Hozircha oldirmanglar. Siz bundan keyin Obidaning uyiga berib, jidal chiqardigan, Qosimga besim ishiltadigan ishlarni hargiz qilmang. Bo'lmasa ularni cho'chitib qo'yamiz. Elim yaxshi. Soqchilar ko'cha amalligini chorlab etib, bu ahvolga tushibdi. Boshliq, bolamni bir ko'rib olsam bo'ladimi? Yo'q, hozircha bo'lmaydi. Agar tuzumanglarga eg'ir xilop bo'lmasa, bir kesasanglar bo'pti ekan. Obida bilan Qosimning dastidan Gulsumning cho'ng qizi sarang bo'lib yo'qab ketdi.